AQShning Oq uyiga kirishga harakat qilindi. AQShda Oq uyga bir kunda 2 kishi noqonuniy kirishga harakat qildi. Avval 42 yoshdagi fuqaro Oq uyga to'siqdan oshib yugurganda binodagi barcha kishilar tashqariga chiqarildi. Ikkinchi marotaba hukumatga kirishga uringan o'smir ostonada qorovullar qo'liga tushdi. Misrda harbiy vertolyot halokatga uchradi. Misrda mashg'ulotlar chog'ida harbiy vertolyot qulab tushdi. Aviahalokatdan 6 nafar kishi halok bo'lib, 1 nafari tirik qoldi. Vertolyot Kairdan 100 chaqirim uzoqlikdagi El Fayum provinsiyasida qulagan. Donetsk Xalq Respublikasining va Kiyev bir-biriga 28 nafar asirni o'tkazib berishdi. Donetsk Xalq Respublikasining jangarilari va Ukrainaning harbiylari bir-biriga 28 nafar asirlarni o'tkazib berishdi. Almashish Donetskdan 30 chaqirim uzoqlikda bo'lib o'tdi. Bunga Yevropa Xavfsizlik kengashi tashkiloti vakillari guvoh bo'lishdi. Florida shtatida 45 kilogramm vazndagi toshbaqa avtomobil tiqiniga sababchi bo'ldi. Yo'lga chiqib olgan jonivorni politsiya bir necha soat oralig'ida olib ketgan. Qarashsa, buldozer deb nomlangan toshbaqa to'siq tagini kovlab, uyidan chiqib ketgan.